Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Tani joyinglar sog'mi, charchamayapsizlarmi? Bugun mana mayda o'rtasiga ham yetib qolay dedik. 14-may, xudo xolasa ko'chatxonamizdan bitta syomka qilmoqchi bo'ldik. Taraflarimiz baquvvat, sog'lom holatda. Bitta ona ko'chatdan shu bir chiqarganda 4 ta, 5 ta chiqaradi quvvatiga qarab. Sonra shuni ko'radigan bo'lsanglar 5 ta chiqargan. 5 ta chiqaradi. Bu keyingisi mana. Bitta kassetamizdan, bitta ona ko'chatimizdan 10 ta olsak normal holat bo'ladi. Endi ko'pgina olishi ham mumkin, lekin quvvatiga qarab turib olinadi. Tanoblarni mana yerga tekkizmasdan baquvvat holatda, pokiza holatda dezinfeksiya qilingan holatda ushlab turibmiz. Xudo xolasa hali bostirganimiz yo'q. Hali to'liq chiqarilgan ham yo'q bular. Hostlardagi jarayonni yana bitta ko'rsataman. Bu tomonimiz qaranglar. Shaxmat usulida. Ko'chatlarda oralig'i keng bo'lishi uchun. Bu tomonimiz kapin usulida, koreyskiy usulda, lekin bu Xitoy. Bu tanoblarimiz ichi badani qizarib kuyib qolgan sababi setka yo'q holatda ayollar abiddan keyin chiqarib qo'ygan. Pastga to'planib turgan tanoblarni bu yoqqa chiqarganda ekstrenniy bu tomonlar mana ozgina ajab bo'lgan. Lekin mana o'zini o'nglab chiroyli bo'lib oldi. Hozirgi eksperiment deydimi? Tajribamizni ko'rsataman. Qanday qilib bunga oralatib solishman texnologiyasi. Mana buni solish texnologiyasi. Mana jarayon. Mana. Alohida qilib teshganmiz. Tayyorlab. Bizlar turib top ketishyapti. Tepasidan agrospam yopib, agrovolokno yopib, to'mayapti. Bu tanoblar mana salqinda turibdi. Setka yo'q holatda, quyosh holatda chiqarib yuborsa, tanasi kuyib qoladi, stress olib boradi. Shuning uchun salqin holatda ertamanda olamiz. Mana hozir buni chiqarib ketishadi xudo xolasa. Ko'chat zakasini olishni boshlaganmiz. Bir 50-60 mingta ko'chatimiz oshadi, ko'p emas. Buxorolik doimiy ko'chat oladigan akamiz ko'chat zakasi qilgan, birinchilardan bo'lib. Shu odamni iltimosi bilan bu odam videoda ham chiqaryapman. Ko'rsatib turing ko'chatlaringiz degan uchun. Xudo xolasa 50-60 mingta ko'chatimiz nasib qilsa bo'lib qolsa, original holatdagi F2 bo'ladi. Başta F1 desidan bo'laveradi, sababi aksariyati Farg'onadan keyin 50 tadan olingan ko'chatlar, Koreyadan olib kelgan farislar. Shular ko'chatlar 10% o'zimizniki Toshkent bilan. Keyin 90% ko'chatimiz So'lhan bu yil xudo xolasa. Keyingi ozroq bor. Jonlar sog' bo'lsin deb qo'shib joylayapman. Bugun mana 25-may. Tanoblar anchasi bostirildi mana. Bunga o'xshagan. Bostirishni boshlaganmiz. Tanoblar baquvvat mana. Oq tomir botishni ham boshlagan. Matishnilarda ham holati yaxshi, xudo xolasa. Bu tomonlarni ham endi bostiryapmiz. Mana bir 10%, 20% joy qoldi xolos. Bakdan suv chiqishini ilek deydi. Chiqishi yaxshi. Shu suv chiqsa, tomir yaxshi holatda deb o'ylasangiz bo'laveradi, fikrlasangiz. Agar bunaqa suv yaxshi chiqmasa, tomirda qanaqadir muammo bo'ladi. Bularni olib tashlaymiz mana. Bu optoda kuygan holat. Quyoshda. O'tlari hammasi bitta tozalanib, bitta bostirilib boryapti, xudo xolasa. Bu joy bilan bu joyimiz qolgan bostiradigan. Keyingilari shu bostirilib ketaveradi yana. O'sha mana bu keyingisi yetilib kelyapti. Xudo xolasa asosan So'lhanimiz ekkamiz 95% bu yil. Ozroq Kingsberg ekkamiz. Stilajimiz ham mana boshlangan xudo xolasa. Bu yil Tanton issiqxonamizga inshaalloh nasib qiladigan bo'lsa 100% stilaj bo'ladi. Stilajlarda ham holatlarni ko'rsatib boramiz inshaalloh.
Jonlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Nomerimizni qoldiramiz. Ko'chat kerak bo'lganlar, ozgincha ko'chatimiz oshadi, xudo xolasa. Zakaz qilib olsanglar, a'lo darajadagi F2, F1 sortgan ko'chatlarimiz bo'ladi. Kokosni yangisi bilan eskisini juda katta farqiga bordim. Sekin-sekin ilmga intilib boraveramiz. Ona ko'chat tanlab bilib qo'ysangiz bo'lar ekan buni. Ayrim joylarimizda, ozgina eski kokos ishlatgan joylarimizda xatoliklar bo'ldi. Bularda mana xatoliklar yo'q, xudo xolasa. Alloh omadinglarni bersin, dehqonchilikka baraka.